Assalomu alaykum, Cherry Farg'ona obunachilari. Bizning Cherry avtosalonimiz Farg'ona shahar Ahmedboyevskiy massiv Zakanal 3 da joylashgan. Hozir sizlarga Pony Cherry mashinalari haqida ma'lumot berib o'taman. Ichkariga kiramiz. Bizda hozirda rassrochka, leasing, avtokredit, naqdga olishlaring mumkin mashinalarning hammasini bizning birinchi mashinamiz, obzor qiladigan mashinamiz Tiggo 2 Pro modeli hisoblanadi. Bu faqat bitta pozitsiyada bo'ladi xolos. Bir turbina motorda 102 ta ot kuchi. Bu degani 5,5 ta rasxod qilasiz. Metan ham, propan ham kerak emas mashinaga. Mashinaning ichki saloniga keladigan bo'lsak, ichki saloni eko koja bilan jihozlangan. Oldi sideniyalar bilan rol isiydi. Bunda oddiy kontrolda bo'ladi, avtomat bo'ladi, avto holtigacha bor mashinani. Mashinani o'ziga 5 yil, elektronikasiga 5 yil garantiya, motoriga 150 ming garantiya beriladi. Bagaj sig'imi 420 litr. O'zini zapaska ballonlari bilan bo'ladi. Bemalol propan qo'yaman degan odamga ham tushaveradi. Orqada o'zini video kameralarigacha bor. Ya'ni parkovka qilayotganingizda sizga bemalol nimada chiqarib beradi, monitorda chiqarib beradi. Bu oqi asosiy bizda oqlar jimjuk bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa avtokredit, naqd, rassrochka, lizingga olishingiz mumkin. Ariza 6 modelimiz 1,5 turbina bo'ladi. Bunda 147 ta ot kuchi, 7 ta rasxod qiladi. Shaharning ichida 7 ta danli yo'lga chiqadigan bo'lsangiz 5 tagacha tushib boradi. Xo'p, ichki saloni, oldi sideniyalar, arqa 2 ta sideniya, abagrafigacha bor. Rollar isiydi. Xo'p, keyin bunda 360 kamera, slippoy zona, polosa udержания, cruise control, adaptiv kontrol bilan jihozlangan. Bunda ham eko kojada polni hamma yo'g'i. Arqa bagaj ham juda katta. O'zbekka nima kerak? Bagaj kerak. Orqasiga bemalol propan qo'yaman deganga ballonda ham chetda qoladi. O'zini zapaska ballonning o'rniga agar tabletga tashlayman deganlar uchun tabletkaga ham juda mos. Bunda ham xuddi shunaqa naqdga, avtokreditga, rassrochkaga, lizingga 25 million skidkasi bor. Rassrochkadan tashqari hammasi amal qiladi. 8 Pro Maximiz bu 2 turbina motorda bo'ladi. 2 turbina motorda, buning ichida ya'ni dinozavr turibdi desak ham bo'laveradi. To'rala ballon tortadi. Off-roadga chiqaman deganlarga, tog'li zonaga yurgani, shahar ichiga ham juda ham qulay. Ya'ni bunda ichida xuddi shunday 360 kamera, slippoy zona, cruise control, adaptiv kontrol bilan jihozlangan. Passajir tomonida atamankalari bilan masajlarigacha bor. Ichlari bunda eko koja emas, nano kojada bo'ladi. Bemalol sideniya 6 xil rejimda ishlaydi. 3 ta pamit sideniyalargacha bor. Arqa bemalol abagraflar bor orqada ham. Klimat kontrol bo'ladi. Detskiy sideniyaga ham juda mos. Bagajga keladigan bo'lsak, elektronli bo'ladi. Pultda keladigan bo'lsangiz, 3 sekund tursiz, bagajni o'zi ochib beradi. Orqasida 7 kishilik o'zini shtorkalari bo'ladi. Zapaska ballon pastida bo'ladi bunda. Orqasida o'zini sanferlargacha bor. Boshlar. Elektronli o'zi yopiladi. Ariza 6miz xuddi hozir ko'rsatgan mashinamiz birinchi pozitsiyasi o'zbek metan qo'yaman dedi, juda ham mos metanga, chunki bu 1,5 atmosferli motorda turibdi. Bunda oldi tortadi, ichlari eko koja, luki bo'lmaydi. Bunda shuni hisobiga bu 240 million so'm. Bunga ham 25 million skidka bor. Cruise kontrolda bo'ladi. Ikkita oldi sideniyasi isiydi. O'zini 12 dyumli monitorlari bilan jihozlangan mashina. Arqalari ham xuddi shunaqa narigi 6 da ko'rganimiz bilan bir xil. Katta bo'ladi bunda ham. Metanga ham bemalol sig'averadi. Muammosi yo'q. Minaman, shaharning ichida metan bilan yuraman deganlarga mos mashina tavsiya qilamiz. Buni ham xuddi shunaqa rassrochkaga, avtokredit, lizingga olsalar ham bo'laveradi. Ariza 8 modelimiz bu gibrid hisoblanadi. Bunda 1,5 turbina motor turibdi. Keyin benzin bilan tokni o'zida 346 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 7 sekundda chiqadi. Bunda 4 ta rasxod qiladi. Aralash. Bemalol 700 minglik benzin qo'yadigan bo'lsangiz 1400 kilometr yurib kelaverasiz. Panoramli luk bilan jihozlangan bu mashinamiz. Ichlarida abduf, abagraf, eko kojada tirsak qo'yadigan joylargacha sovutib beradi. Mashina robot bo'ladi, besprovodnoy zaryadkalarigacha bor. Bunda ham xuddi shunaqa 360 kamera, slippoy zona, hamma narsa bilan jihozlangan. O'zini 3 ta pamit sideniyasi bor. Orqada buni zaryadga qo'ysangiz, bistro zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz,
20 dan 80 gacha 18 minutda to'ldirib beradi. Bemalol shaharning ichida qulay. Buni orqasida o'zining samferi bilan jihozlangan, ya'ni 6 ta samfer bo'ladi mashinaning o'zida. Keyin bunda zapaska bo'lmaydi. Bu Euro 6 standartda o'zini nimalari bor. Yamab ketish uchun chiqarilgan. Bu mashinamiz prямо Xitoydan o'zidan keladi. Jizzaxda yig'ilmaydi, qolganlariga o'xshab. Benzinda ham, tokda ham yuraman deganlar uchun juda qulay. Tokda o'zida 125 km yuradi. Bunga ham hozirda rassrochkamiz bor, avtokreditimiz bor, lizingimiz bor. Bemalol to'lab olib chiqishlaring mumkin. 7 Pro Max'imiz bu mashina hozirda eng 7'larda 3-pozitsiyasi hisoblanadi. 1.6 turbina motorda. To'rala balon tortadi. Bu ham xuddi o'sha 8 ga o'xshab off-roadga, toqqa, shaharning ichiga juda ham kompaktli. 8 ta rasxod qiladi mashina. Bunda ham xuddi shunaqa silpoy zona, 360 kamera, video registrator, hamma narsasi bor. Buni ichiga keladigan bo'lsak, sidinyalar polni elektronniy bo'ladi. Ekogojada podsvetniklari bor. Robot bo'ladi buni korobkasi. Xo'p, bunda ham cruise control, adaptiv control, polоса удержания, hamma narsasi bor. Arkasi bunda ham xuddi shunaqa panoramli luk. Ya'ni ochib olsangiz, osmonda yarmi sizniki. Arkasida o'tiradigan odam ham 3 kishi bemalol sig'oradi. Bunda ham arqa sidinyalar isiydi. Balonlar quyma disk bo'ladi, alyuminiy bo'ladi. Keyin bular barabanli emas, diskiy tormoz bilan jihozlangan. To'rala balon ham ABS tizimida. Bu qolgan mashinalarga qaraganda dagatka bas o'zi bilan birga bir balonda bo'ladi. Ya'ni kichkina balon bas. Bemalol propan ham tushaveradi bunga. Elektronik nima? Qo'lingiz qolib ketsa, yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, eshik o'zini o'zi qaytarib ochib yuboradi. Keyin bu Alisa bilan jihozlangan. Alisa bilan aytadigan bo'lsangiz, arqa bagajingizni, aynaklaringizni, lukingizni, hamma narsangizni ishlatsangiz bo'laveradi. Hozirda shular bizda, xudo xolasa yangilik bo'lib qoladi. Oyda o'rtalarida yana o'zgarishlar bor. Agar mashinalar qiziq bo'lgan bo'lsa, kelsalaringiz yerda test drive qilib, trening xizmatimiz ham bor. Yana bir bor tushuntirib o'taman, bizning manzilimiz Farg'ona shahar Ahmadobodskiy massiv Zakanal 3 da joylashgan.